I am Dilmurad, and from today, I'm going to teach at cctv.com English Classroom. Assalamu alaikum ko'pchilik, men Dilmurad muallim. Bugundan boshlab biz cctv.com English Classroom, ya'ni CCTV to'rninki ingliz tili darsxonasida ko'pchilikka har haftada bir qitim ingliz tilida dars va program so'zlab beramiz. Undan so'ng bugungi sonimiz so'zlaydigan mazmun zoti nima? Bu to'g'riliq avval ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashaylik. Biz dastlabki bosqichda dastlabki bilimlar orasidagi eng muhim mazmun bo'lgan ingliz tilidagi tovush va harflar to'g'riliq to'xtalamiz. Ya'ni bugungi markaziy mazmunimiz shu. Endi bularning orasidagi yadroliq mazmun nima deb so'raganda, ingliz tilidagi tovushlar 48, ingliz tilidagi harf bo'lsa 26. Bundan ko'rmoqli bo'ldi, ingliz tilida o'qilishi, ya'ni tovushlar harflarga qaragan vaqtda birasiga yaqin ko'p. Bundan nima gap chiqadi? Ingliz tilining o'qilishi yozilishi bilan, ya'ni uniki ingliz tilidagi spell o'sha olati bilan o'xshamaydi. Ba'zi harflar har xil o'qilishi mumkin. Shunga uningki o'qilish alohidligi bo'lgan xalqaro o'qilish intayin muhim o'rin turdi. Shunga biz bugun xalqaro o'qilish, ya'ni xavf tilidagi go'jiyim yo'q degan mazmun to'g'riliq ko'pchilik bilan astoydil o'rtoqlashamiz. Undan so'ng bugungi programmamizda biz shu xalqaro o'qilishdagi so'ziq tovushlarning orasidagi bir qism muhim so'ziq tovushlar haqida ko'pchilikka dars so'zlab beramiz. Undan so'ng qarab baxsak, birinchi mazmun nima ekan deb so'ragan vaqtda chiqib turibdi. Bu bir tilninki, jumladan ingliz tilininki tovush, ya'ni o'qilishida markaziy mazmun bo'lgan so'ziq tovushlar. Undan so'ng bugun biz oldi bilan buni 4 so'ziq tovush to'g'riliq to'xtalamiz. So'ziq tovushlar ikkiga bo'linadi. Birisi taq, yana birisi qo'sh. Ya'ni taq birli bo'g'imliq. Yana birisi bo'lsa qo'shma. Ya'ni ikki yoki bo'lsa ikkidan ortiq bo'lishi mumkin, biroq asosida ikki bo'g'imliq so'ziq tovushlarni bugun so'zlab beramiz. Do'stlar, qarab baxsak, bu yerda bizga 4 ta so'ziq tovushni bergan. Bularningki o'qilishi skop kichik e'lonlangan. Bundan keyin agar siz ingliz tilida mushaq skopka yoki bo'lmasa yontoq so'zini ko'rib qolsangiz, ingliz tilidagi o'qilish ekan yoki bo'lmasa o'qilish alohidlik ekan deb tushunsangiz tamom bo'ladi. Undan so'ng bugun tungi soatlik mazmunimizda ko'pchilik so'zlab beradigan mazmun ingliz tilidagi bir qism so'ziq tovushlar va ularning alohidliklari. Masalan, oldi bilan biz 4 tane qizil rangda berilgan so'ziq tovushni birga ko'rib o'tamiz. Birinchisi, qarsak bo'ldi, so'ziq tovush skop kichik e'lonlangan. Uning keyindan ba'zi avvallarda keyiniga qo'sh chekit qo'yilgan. Oldin tushuntirib bersak, so'ziq tovush yoki ma'lum bir tovush, ya'ni o'qilishning keyiniga berilgan bu qo'sh chekit nimani bildirib degan vaqtda so'zib o'qish yoki mushu old tarafdagi kesma so'ziq tovushni biza uzunroq o'qishni ko'rsatib beradi. Undan so'ng oldi bilan biz qarasak, birinchi ikkinchi tovushningki dastlab qismi o'xshash, biroq o'xshamaydigan bir tarafi unda bir dona birinchisida qo'shik ortiq. Shunga biz avval ma'vo so'zmay o'qiydiganini o'rganib olgandan keyin mush tovushni biza so'zlasaklar, ma oldagi tovush darhol tabiiy chiqadi deydi. Undan so'ng bu birinchi soat qandoq tovush mening og'zim qara. Bu oldidan harf sifatida oy deb o'qiganlar bor. Aniki piyin sifatida o'rganganlar bor. Matematika, fizik, ximiya o'rganganlar bor. I deb o'rganganlar bor, y deb o'rganganlar bor. Bularning hech qaysi tovushda to'g'ri emas. Tovush bo'yicha bu tovushni i deb o'qimaymiz, balki og'zimizdan yo'g'achimiz. Ondan keyin buni kesib o'tamiz. Qanday o'qiymiz? Undan bo'lsa til o'rganishga bir to'g'ri usul, ya'ni ma'lum bir o'qilishni yoki talabbizni o'zimizning tiliga birlashtirib, moslashtirib o'rganish. Mayli xavf tili bo'lsin, mayli uyg'ur tili va boshqa tillar bo'lsin, demak siz buni o'zaro surishtirib qilib o'rgansangiz pek oson bo'ladi. Masalan, alaylik, bu tovushni dedik. Bu balkim uyg'ur tili va boshqa tillardagi shu degan bir so'zga, ya'ni emliq so'zga o'xshab ketishi mumkin. Ham o'xshaydi. Shunga buni biz uyg'ur tilidagi bilan birlashtirib o'rgansak yaxshi yengil bo'ldi. Ya'ni menga hech bir o'qitaylik. Undan bo'lsa bu tovush deb o'qiladigan kasma tovush, tez surat o'qiydigan tovush ekan. Ma'vo keyingi qo'shchik qo'yilgani, mushi deganni so'zibroq o'qiydigan tovush hisoblanadi. Undan bo'lsa buni menga hech bir o'rganaylik. Yaxshi, ems qo'shik tovushni bilib o'rganaylik. Tez o'qiydigani
Sözü qo'ydigan yaxshi. Undan olsa tegidagi ma'lum tovushlar qaraydi. Buni qarasak, savolashlar balkim buni harf sifatida i deb o'rganib qolgan bo'lishi mumkin yoki y deb o'rgangan bo'lishi mumkin. Bu to'g'ri emas. Xalqaro o'qilishida bu y emas, i emas, balki bizning uyg'ur tilidagi a o'xshab qolgan bir tovush. Buni qanday o'qiymiz? Bu a emas, balki kasra a. Tez surat o'qiydigan a yoki bo'lmasa avjiga chiqolmay qolgan a hisoblanadi. Qanday o'qiymiz? Meni og'zimga qarang. Yani Qozoq tilidagi a'ga o'xshab qoldi. Yani tez suratda oxirini demaylar, kesib o'qigan a'ga o'xshab qoldi. Yaxshi. Amsa bu bo'lsa, mayada yana bir narsa turdi. Bu nimadir? Bu o'ng ta'tir i ekan. Yani ta'tir i bilan o'ngni birlashtirib turib, birdan tovush asli qilibdi. Bu tovushni qanday o'qamiz? Bu nihoyatda oson. Bu endi normal a hisoblanadi. Buni qanday o'qiymiz? Yaxshi. Endi bu ikkisini farqlantirib bildirganlar. Bu ikkisini o'rgansak, ma'o tez suratda o'qiydigan yoki xavf tilini misol qilsak, 4-tomda o'qiydigan tez suratlik kayni bilan tugaydi. Ma'o normal uyg'ur tilidagi hisoblanadi. Ashun o'xshaydi talaffuz gapdi. Unda bo'lsa ingliz tilidagi bu 4 tane intayin muhim bo'lgan so'zib tovushni bugungi darsimizdagi asoslab yadrosi qilamiz. Savolashlar ma'yish bugun olar. Ma'o uzun o'qiladi. Ama diqqat qilgan nuqta, mayli ma birinchisi bo'lsin, mayli ikkinchisi bo'lsin, ingliz tilida i yo'q. Ya'ni uyg'ur tilidagi i yo'q, balki Osma ega o'xshab qoldigan ehdan boshlanadi. Ma'o Herkes i emas. İçilidir. Ma'o Bu nima degan vaqtda a'ning 4-tomda o'qildigini qarz qildiki. Ma'o normal hisoblanadi. Hamsa unda bu 4 tovushni Dilmurat Ma'lumga ergishib yana bir o'rganib o'tdim. Andan keyin yangi mazmun tushimiz. Demak, bu 4 tane so'z tovush Mush yerda vaqtincha biz bilan xo'shlashadi. Unda bo'lsa endi nima ish qilamiz? Biz suratni qo'g'lashmay, balki o'limni qo'g'lashquchilar. Unda bo'lgandan keyin bu biz o'rgangan tovushlarimizni amaliy so'z yoki bo'g'imlarda yoki haqiqiy harfning ichiga kirgan vaqtda qayerda o'qiladi, nima mashq qilamiz, buni o'bdan ko'rish kerak. Unda savolashlar biz surat qo'g'lashmaymiz, o'lim qo'g'lashimiz. Unda bo'lgandan keyin bu tovushlarni o'rganib qo'ysa ish bitmaydi. Bu tovushlar harfni va harfdan tuzilgan so'zni o'qiydigan tovushlar. Unda bo'lsa qaysi so'zlarda yoki bo'lmasa qaysi harf birikmalarida, qaysi harf o'rinlarda bu tovush o'qiladi, buni o'rganish kerak. Unda biz bu yerda qizil harfni berib qo'yganlarimiz so'zning ichiga kirgan vaqtda qaysi harf birikmalarida yoki qaysi o'rinda mushkul tovush o'qiladi degan narsa. Sözün içi kirgan vaqtda ma'bir harf, bu albatta i harfi. Bu i harfining o'qilishi i deb so'zilgan avvallar bor. Masalan, olsak, so'z kirib baqaydi. Ma to'rti so'z. Ya'ni he, she, we, me. Bularni biz he, she, we, me deyishga bo'lmaydi. Balki biz so'z o'qiymiz. Ikkinchisi i harfi bilan a harfi. I bilan a biriksa, hargiz i a deyishga bo'lmaydi. Balki yanlar i deb o'qilgan avvallar uchraydi. Qanday o'qiymiz? Beach, eat, peach, read. Yani so'zib o'qilgan i'ning kildigan yerlari mushtaq qilish mumkin. Ana keyin pea, bean, tea, leaf, see. Andikin uchinchisi yana shu so'zdan ichiga kirgan vaqtda qaytlangan ikki dona i, yana so'zib i o'qilishi mumkin. O'qilgan vaqtda buni o'qilish mushtaq qilishi mumkin deb o'rgansak tamam bo'ladi. Ondan qarab bakalım arkadaşlar. İşkinar ilk qaytlanıp qalsa, bunu i deb so'zimiz dedik. So'zning o'zini ko'rib baxsa, bee, tree, sea, sheep, teeth, feet, green, sleep, seed, deep, feed, jeep, keep, meet, need, queen. Mana bularning hammasi ingliz tilidagi xam xatlar. Bu ham xatlardagi mushu o'rin hargiz i o'qilmaydi balki i deb biz og'zimizni cho'ng'itib turib o'qiymiz, so'zib o'tamiz. Undan keyin mushu bizning birinchi so'zma uzunroq o'qiladigan so'z tovushimizdanki amaliy misollari so'zdan mushiyat kirishi mumkin deb o'ylasak tamom bo'ladi. Endi
Buningki qisqa kesib o'qiladigan it degan tovush, it degan tovush. Qaysi so'z, qaysi harflar, qaysi o'rinda keladi? Biz buni yangilar amaliy misol bilan birlashtirib o'rganamiz. Albatta, birinchisi o'zi bilan o'xshaydigan ma'lum a harfining o'qilishi balkim ih bo'lishi mumkin. Mutlaq emas, balkim ih bo'lgan avvallar bor. Masalan, big. Diqqat nokta, biz ma'lum herkes Uyg'ur tilidagi i yoki bo'lmasa xorij tilidagi i'ga o'xshamaydi dedi. Bu ağzımız içildi. Herkes iyi emas. Şu ma'lum qavaqda nurg'un savoldashlar. Hatta o'qituvchilarni buni big deb o'qiydigan ishlar bu. Bu big emas, big. Big. Buni qayda ma'lum fish emas, fish. Ma'lum herkes zirafa emas, giraffe. Hariken ma'lum helikopter emas, helicopter. Helicopter. Buni qayda ma'lum kid emas, balki kid. Ma'lum milk emas, milk. Pig. Rabbit. Endi ikkinchi xil o'rin balki so'z ichida kelgan monoer, ya'ni bizningki i harfimiz bu shu ihtoq qilishi tamom mumkinchiligi bor bo'lgan avvallar hisoblandi. Xo'sh, bunda bo'lsa bizningki 3-tovushimiz bayatdan degan degan tovush keldi. Tovushdan kelgan joylarini biz davomli turda o'zimizningki kelar qitimliq programmamizda saqlashga surat beramiz. Dersimiz qisqa ammo mig'izliq va unumlik. Undan savoldoshlar bizningki tunji qitimliq programmamizningki sahifasi mushal oyoqlashdi. Men Dilmurat Muallim biz kelar qitimliq programmamizda darsimizning davomli cctv.com ya'ni markaziy televiziya stansiyasi to'rda savoldoshlar bilan o'rtoqlashishimiz so'zlaymiz. Undan bo'lsa kelar qitimliq sonda programmamizni ko'rishni unutmang. See you. Goodbye.